O'tgan darsimizda biz bir qancha o'ziga yarasha chalkashliklarga olib kelishi mumkin bo'lgan props drillingni ko'rib o'tdik. Bizda count hamda set count imkoniyatlari, ya'ni qiymatlari component 1 ga props bo'lib o'tdi va component 1 dan olinib, component 2 ga yana props bo'lib o'tdi. Component 2 da olinib, component 3 ga props bo'lib o'tdi va component 3 da biz uni ishlatdik. Count hamda set countni mana shu holatda. Va endi context orqali aynan mana shu props drillingdan buni qutqarishimiz kerak. Juda ham ko'p propslar berib yuborishdan va birinchi qiladigan ishimiz aynan mana shu count va set countlarni mana bu yerlardan olib tashlash bilan boshlaymiz ishimizni. Demak, biz olib tashladik. Component 3 da ham buni olib tashlaymiz va uni mana bu yerda ishlatishimiz kerak bo'ladi. Hozir saqlasam, albatta bu yerda xatolik kelib chiqadi. Shuning uchun men buni hozircha komment qilib turaman mana bu qismni va sahifani yangilaydigan bo'lsam, bizda hammasi joyida. Ana endi aynan mana shu count va set countni appdan to'g'ridan-to'g'ri component 3 ga olib kelishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun birinchi navbatda React dan import qilamiz create context nomli imkoniyatni. Create context. Misol uchun use state bu yerda funksiya hisoblanadi va biz uni chaqiryapmiz. Xuddi shu kabi create context ham bizda funksiya hisoblanadi va biz uni chaqirishimiz kerak bo'ladi. Uni app ichida chaqirish shart emas, chunki biz uni export qilamiz. Hozircha biz bu yerda context teng create context nomli funksiyani mana bu yerda chaqirib qo'yaman. Bu o'ziga boshlang'ich qiymat ham olishi mumkin, lekin bizga hozircha bu boshlang'ich qiymat kerak emas va bu funksiya chaqirilgandan so'ng object qaytaradi va ana shu object kontekstga teng bo'ladi. Bu kontekstni men boshqa komponentlarda ishlatishim mumkin, shuning uchun men buni oldiga export deb yozib qo'yaman. Okay, ana endi biz mana shu kontekstni export qilganimizdan so'ng buni xohlagan joyimizda ishlatsak bo'ladi va undan tashqari biz aynan mana shu count va set countni component 1 va uni ichidagi ixtiyoriy bitta farzandda ishlatishimiz mumkin. Ya'ni birga kiradigan bo'lsak 2 bor, 2 ga kiradigan bo'lsak 3 bor, 3 ga kiradigan bo'lsak 3 ni ichida u narsalar, ya'ni count va set count ishlatilgan. Shuning uchun biz aynan component 1 ni asosiy komponent deb olamizda, aynan shuning uchun biz kontekstga aynan mana shu component 1 ni o'rab qo'yamiz. Ya'ni bu yerda mana shu ko'rinishda element sifatida ochiladi va component 1 kontekst ichiga o'raladi. Shu bilan bo'ldimi desangiz, yo'q. Biz kontekstni object dedik, shuning uchun nuqta qilib bu yerdan provider, ya'ni taqdim qiluvchi internet providerim bor. Mana misol uchun mening internet providerim bu Uztelecom yoki Uzonline nimadir deyishingiz mumkin va aynan mana shu provider taqdim qiluvchi hisoblanadi va bizda kontekstni taqdim qilyapti component 1 va uni ichidagi barcha farzandlariga. Demak, qaytaraman. Component 1 va uni ichidagi barcha component 1, component 2, component 3, component 3 ichida ham nimadirlar bo'lsa, ularni hammasini ichida nechta komponenti bo'lsa ham ma'lumotlarni uzatuvchi provider hisoblanadi. Va qana ma'lumot qayerdan olaman siz? Har bitta providerni oldida value degan property bo'ladi va bu object emas, bu shunchaki o'sha propertyni yozish uchun joy va o'rtasiga siz nima yozsangiz, misol uchun 0 yozsangiz bo'ldi. Component 1 va uni ichidagi barcha farzandlarga 0 raqamini uzatib yuborsa bo'lyapti hozir. Lekin bizga 0 emas, bizga aynan count va set count kerak. Endi mana bu narsa bu bizda object va count hamda set countni yozaman. Endi barcha component 1 va uni ichidagi boshqa komponentlarda biz bemalol mana shu value dan foydalanishimiz mumkin. Qanday foydalanamiz deydigan bo'lsangiz, biz component 3 da kerak edi. Mana 1 bilan 2 ni tinch qo'ydim. Umuman bularga aloqasi yo'q. Component 3 ga o'tdim va birinchi navbatda mana bu yerda export qilgan narsamizni olamiz. Demak, bu yerda biz import qilamiz. Kontekstni appdan import qildim. Yaxshi. Va endi mana bu yerda create context qilgan bo'lsak, Reactdan endi bizga use context kerak. Reactdan import use context. Va mana shu function, ya'ni component ichida biz const object ochamiz, teng use context, uni ichiga kontekstni berib qo'yamiz. Ya'ni mana buni. Use context bu Reactdan kelayotgan hook, mana bu kontekst esa create context tenglangan o'zgaruvchi va shuni biz use context ichiga berib qo'ydik. Endi nima uchun bu yerda object ochdik? Sababi
mana bu value ichida biz object ochib, ana shu object ichida count hamda set countni berganmiz. Agar bu yerda array bo'lardi, biz mana shu yerda array ochgan bo'lar edik. Va biz bu yerda endi count hamda set countni olamiz. Mana bularni esa yana kommentdan ochamiz. Endi natijani ko'radigan bo'lsak, sahifani yangilab qo'yaman. Mana va mana. Bizda hech qanday propslar mavjud emas. Umuman mana propslar yo'q. Komponent 3 da ham, 2 da ham, 1 da ham umuman toza va biz komponent 1 dan turib bemalol uning ichidagi barcha farzandlariga aynan mana shu value ni berishimiz mumkin bo'lyapti. Keling, umumiy qilgan ishlarimizni bitta qaytarib olamiz. Biz barcha komponentlarni ichida boshqa ma'lumotlarni ishlatishimiz uchun, ya'ni mana shu value dagi ma'lumotlarni ishlatishimiz uchun context degan o'zgaruvchi ochdik va unga create context degan funksiyani chaqirib tengladik. Va aynan mana shu kontekstni ichiga kerakli bo'lgan asosiy komponentimizni soldik va nuqta provider deb mana shu value dagi narsani berib yubordik va endi bemalol mana shu komponent va uning ichidagi boshqa komponentlar value dan foydalanishi mumkin ekan. Bu value dan qanday qilib foydalanamiz desangiz, komponent 3 ga o'tamiz. Bu yerda biz aynan appdan mana shu o'zgaruvchini eksport qilganmiz, kontekstni olib kelib olaman va Reactdan use contextni olib kelaman. Aynan mana shu use contextning ichiga mana bu kontekst beriladi. Mana bu holatda. Bu chaqirilmaydi, shunchaki beriladi. Sababi biz create context qilgan narsamiz mantiqan, ya'ni create qilgan o'ylab topgan narsamiz use, ya'ni use degani ishlatish, use context, kontekstni ishlatish hookiga kelib tushmoqda. Va bu hookning vazifasi aynan mana shu context provide qilayotgan, ya'ni taqdim qilayotgan mana shu value ni olish hisoblanadi. Va bu value bizda object bo'lgani uchun mana shu yerda object ochib destruction qilib mana shu ikkalasini olib oldim, mana. Va bular bemalol count hamda set count ko'rinishida komponent 3 ichida ishlamoqda. Bu bizda boshlang'ich shunchaki bir tushuntirish maqsadida qilingan kontekst ishlatilish yo'li edi. Ana endi amaliyot boshlaganimizda bu kontekstdan doimiy loyihalarda foydalanish uchun boshqacharoq usuldan foydalanamiz. Lekin unda ham baribir bir xil bo'ladi, ya'ni struktura o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin metod va funksiyalar o'sha create context u bitta o'zgaruvchiga tenglanadi. Misol uchun o'zgaruvchining nomi boshqa bo'lishi mumkin va u o'zgaruvchi export bo'ladi. Biz keyin kerakli komponentni o'rab, unga provider beramiz va valuesiga kerakli qiymatlarni yozib, qayerda bo'lsa ham mana shu uslubda ishlatamiz. Biz keyinchalik bu usulni bundan ham biroz qisqartiramiz, lekin hozircha mana shu usulda ishlatsak ham bo'ladi. Bu narsani o'zingiz bir necha marotaba takrorlab ko'ring. Unchalik ham qiyin narsa emas va takrorlaganingizdan so'ng ancha osonligini va ishlatish juda ham qulay ekanligini tushunib olasiz. Keyingi darsda amaliyotni sekin-astalik bilan boshlaymiz. Keyingi darsimizda ko'rishguncha salomat bo'ling. Like, comment, fikr bildirish esdan chiqmasin.